eng ifloslangan 20 ta shaharlardan 13 tasi Osiyoning ushbu mamlakatida joylashgan bo'lib, bu davlatdagi Mumbay shahri havosidan bir kun nafas olish 100 ta sigaret chekishga teng ekan. Salom do'stlar, bugun dunyodagi eng ko'p aholiga ega bo'lgan davlat Hindiston haqida o'rganib chiqamiz. G'arbda Arab dengizi, sharqda Bengal qo'ltig'i, janubda esa Hind okeani suvlari Hindiston qirg'oqlarini yuvib turadi. Quruqlik chegaralarini 7 ta davlat bilan Pokiston, Afg'oniston, Xitoy, Nepal, Butan, Bangladesh va Myanmar bilan bo'lishadi. Mamlakat poytaxti New Delhi shahri bo'lib, bu shaharda 33 million aholi yashar ekan. Hindistonning umumiy hududi 3 million 287 ming kvadrat kilometr bo'lib, hududi bo'yicha dunyoda 7-o'rinda turadi. Aholisi 1 milliard 439 million kishidan ortiq. Aholisi bo'yicha dunyoda 1-o'rinda turadi. Hindlarning asosiy qismi hinduylik diniga e'tiqod qilsa-da, mamlakatda 200 milliondan ortiq musulmonlar ham yashaydi. Hindiston iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishga asoslangan bo'lib, o'rtacha oylik ish